Turkiyaning Istanbul shahriga keldik va onajonimiz bilan больницаga joylashdik. Ko'rib turganinglardek, Alloh rozi bo'lsin, yaxshi kutib olishdi doktorlar, yaxshi qarashyapti. Hozirgi paytda onajonimiz analizlarni topshiryaptilar, hamma ko'riklardan o'tyaptilar. Tez kunlarda operatsiya bo'ladi va sizlarga har bitta jarayonni ko'rsatib boramiz. Duoda bo'linglar, ko'pchilikning duosi o'tadi. Nima demoqchiman? Ilohim Toshkentga yorug' yuz bilan qaytish nasib qilsin. Allohimdan bitta narsani so'rayman, ilohim operatsiyadan muvaffaqiyatli chiqsinlar. Sizlarni videoni tarqatganinglar, yurakchani qiziqtirib qo'yganingiz uchun bizga bu katta kuch bo'ladi. Shuning uchun aktiv bo'lib turinglar. Xudo xohlasa keyingi jarayonlarda ko'rishguncha obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Gapingiz bormi? Hammaga katta rahmat. Mashqa kiyganimga sababchi bo'lganlarga Alloh rozi bo'lsin. Rahmat, sog' bo'linglar. Yaxshi bo'lib kiydi. Duoda bo'linglar. Turinglar. Shunaqa eng muhimi duoda bo'linglar. Ko'pchilikning duosi o'tadi. Rahmat.